Assalomu alaykum. Haftaning top sun'iy yangiliklari bilan tanishamiz. Men hali ham safarda bo'lganim uchun mana shunday demak xonada yozishga to'g'ri keldi. Birinchi yangiligimiz rahbar kadrlar sun'iy yordamida saralanadi. Ya'ni O'zbekistonda mana shunday yangi tizim joriy etish taklif qilindi. Demak, bu tizim yordamida tizimni hali qanday ishlashi batafsil bu yerda keltirilmagan, lekin 100 ballik shkalada demak o'sha turli xil lavozimda ishlaydigan kadrlarga baho berish va shu orqali demak zaxira yaratish, ya'ni istiqbolli menejerlar zaxirasini yaratib borish 2030-yilga qadar demak 1,5 ming nafar mutaxassisdan iborat milliy zaxirani shakllantirish reja qilib qo'yilgan. Bu yaxshi yondashuv, lekin qanday qilib bu ishlashi mana shunga ham bog'liq. Ya'ni bu yerda sun'iy intellektdan turli xil yo'llarda foydalanish mumkin. Misol uchun eng oddiysi bugungi kunda ko'p kompaniyalar foydalanayotgani bu oddiy o'sha rezyumesini saralashdan boshlab, uni suhbatdan o'tkazish yoki sun'iy intellekt yordamida savol-javob qilish va hokazo. Lekin bu juda ham oddiy, juda ham sodda yondashuv. Men bu haqida alohida post yozdim va u yerda mening taklifim background check, ya'ni odamni tarixini o'rganish sun'iy intellekt yordamida. Chunki bugungi kunda deyarli barcha insonlar haqida, O'zbekiston fuqarolari haqida juda ko'p bazalarda ma'lumotlar saqlanyapti. Sog'liqni bazasida, mehnatni bazasida, ichki ishlar vazirligining bazalarida, sog'liqni saqlash vazirligi bazalarida va hokazo. Yani juda ko'p ma'lumotlar biz haqimizda saqlab borilyapti. Agar mana shu ma'lumotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, biz turli xil odamlar haqida yetarlicha ma'lumot shakllantira olamiz. Ya'ni bu odam misol uchun turli xil lavozimga loyiqmi, loyiq emasmi, u avval sudlanganmi yoki turli xil shubhali qandaydir shartnomalarda qatnashgandir balki, qandaydir shubhali tenderlarda balki uni kompaniyasi yoki unga tegishli bo'lgan qandaydir kompaniyalar qatnashgandir va hokazo. Ya'ni bu yerda ssenariylar juda ham ko'p. Agar mana shular yordamida foydalanadigan bo'lsak, biz haqiqatda sun'iy intellektdan samarali foydalanib odamlarni baholashimiz mumkin. Ikkinchi yangilik ham aynan mana shu mavzuda. Meta kompaniyasida ishdan bo'shatishlarni odamlar emas, sun'iy intellekt hal qilgan. Ana bu yerda teskari muammo bo'lyapti. Demak, Meta kompaniyasi o'tgan yili 8 mingdan ortiq odamni ishdan bo'shatgan va bu ishdan bo'shatishda bu yerda bir nechta odam da'vo bilan chiqyaptiki, ya'ni o'sha ishdan haydalganlar aytayaptiki, ishdan bo'shatish uchun qarorlarni odamlar emas, ya'ni o'sha kadrlar bo'limi emas yoki ularni tepasida turgan rahbar menejerlar emas, sun'iy intellekt hal qilgan va bu ishdan bo'shatishda juda ham bir tomonlama, misol uchun nogironlarni, kasal bo'lganlarni, mana shunday odamlarni demak ko'p bo'shatgan sun'iy intellekt degan da'vo bilan chiqishyapti. Bu da'volarni to'g'riligini isbotlash uchun ular Meta kompaniyasidan mana shu ishdan bo'shatish haqidagi qarorlar qanday qabul qilingani haqidagi hujjatlarni ochiqlashni talab qilishyapti. Ya'ni agar haqiqatan shunday bo'lsa, ya'ni sun'iy intellekt qarorini qabul qilgan bo'lsa, bu yuqorida aytgan fikrimizga biroz teskari fikr bo'lib qoladi. Bu to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Ya'ni chunki yakuniy qarorni baribir odam hal qilishi kerak. Lekin bu yerda bitta narsa hisobga olishimiz kerak. Sun'iy intellekt mana shunday holatlarda xato qilish ehtimoli bor. Sababi bu modellar ham, ya'ni qanday qilib ishlaydi desangiz, bu modellar avvalgi odamlardan andoza olib ishlaydi. Ya'ni sun'iy intellekt bu o'zidan o'zi xulosa qabul qilmaydi, balki oldin odamlar qanday xulosa qilgan bo'lsa, mana shu xulosa asosida sun'iy intellekt ham xulosa qiladi va bu yerda katta ehtimollik bilan Meta kompaniyasidagi holat o'zi azaldan shunday bo'lgan. Ya'ni ular odamlarga mana shunday demak nogironligi bor yoki ishga kam chiqadigan, ko'p kasal bo'ladigan odamlarni haqiqatdan ham oldin ko'proq bo'shatishgan va sun'iy intellekt ham mana shu tomonga tortib, mana shunday qarorlar qabul qilgan bo'lishi mumkin. Ko'ramiz qani sud davom etsa, agar ma'lumotlar ochiqlansa, bu haqiqatdan shunday ishlaganmi yoki yo'qmi aniq bo'ladi. Demak, Xitoyda Shi Jinping yangi sun'iy intellekt alyansini e'lon qildi. O'tgan hafta Xitoyda juda katta, demak, WAICO degan World AI Conference, demak konferensiya, dunyo sun'iy intellekt konferensiyasi bo'lib o'tdi va bu konferensiyada deyarli 29 ta davlatdan davlat rahbarlari qatnashib, bu yerda Afrikadan, Osiyodan ko'proq demak rahbarlar qatnashgan va SNG davlatlaridan va bu yerda endi Xitoy hukmronligi ostida mana shunday demak sun'iy intellekt bir alyansi shakllantirilyapti va bu go'yoki o'sha AQShni raqobatiga qarshi bo'lyapti. O'zi umuman olganda, agar bugun biz sun'iy intellekt bozorini qaraydigan bo'lsak, ikkita qutb shakllanib bo'ldi. Bir tomonda o'sha gigant OpenAI, Google, Meta, Anthropic kompaniyalari bo'lsa, ikkinchi tomonda Xitoyning AI laboratoriyalari. Bu o'sha Alibaba, DeepSeek, Qwen modellar, Kimi K3 modellari mana bugun topga chiqib ketdi. Demak, mana shu Xitoy tomondagi juda ko'p modellar va umuman olganda global miqyosda mana shu ikkita qutb shakllanib bir-biriga qarshi turyapti. Amerikadagi modellar ko'proq biznes tomondan, ya'ni urg'u berayotgan bo'lsa, ular biznes modellar ishlab chiqarayotgan bo'lsa,
Xitoy ko'proq open source yoki open weight, ya'ni ochiq vaznli modellarni chiqaryapti. Bu ochiq vaznli modellar bepul, ya'ni aksarini siz bemalol olib yuklab olib, endi tabiiyki bunga maxsus kompyuterlar kerak, lekin shunday bo'lganda ham Xitoy demak mana shunday ochiq kodli yoki bo'lmasam ochiq vaznli modellar tarafdori bo'lyapti, ya'ni ochiqlik tarafdori bo'lyapti. Va Xitoyni misol uchun o'sha Shi Jinpingni taklif qilayotgan narsasi ochiqlik bo'lsin, bitta tomon monopolist bo'lmasin, ertaga biz yana bitta tomonga qaram bo'lib qolmaylik deyapti. Chunki mana bu Anthropic yoki OpenAI kompaniyalari mana yaqinda ko'rdik, AQSh hukumatining bosimi bilan modellarni cheklab qo'ydi. Ya'ni dunyodagi boshqa modellarni, boshqa davlatlarga bu modellarni cheklab qo'yishi kuzatildi. Mana shuni oldini olish uchun ham Xitoy hozir hukmronlik qilib turib, oldinga chiqib olmoqchi va umuman olganda bu uchrashuvda, mana shu konferensiyada hatto Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari ham keldi va bu yerda ko'proq maqsad hozircha global miqyosda sun'iy intellektni regulyatsiya qiluvchi qonunlar hozircha yo'q. Xitoy mana shunga ta'sirini o'tkazmoqchi va mana shunday modellar ochiq bo'lishini demak ilgari surmoqchi. Demak bu yerda bir nechta hujjatlar, ko'proq rezolyutsiyalar qabul qilingan. Bularning orasida O'zbekiston ham bor. Ya'ni bu davlatlar 29 davlatlarning orasida O'zbekiston ham bor. U ham mana shu demak deylik alyansga qo'shilmoqchi. Bu yaxshimi yomonmi vaqt ko'rsatadi, lekin ikkinchi tomondan demak Xitoyni hozir olib chiqayotgan o'sha modellari juda yaxshigina raqobat bo'lyapti AQShga. Chunki AQSh ko'proq o'sha biznes tomondan, narx tomonidan qimmatlik qilyapti, lekin sifat tomonidan ham yaxshi bo'lsa, Xitoy ko'proq demak sifat tomonidan ham yaxshi bo'lyapti, narx tomonidan arzon bo'lyapti. Va bu narsa AQSh modellarini raqobat bardoshligini demak tushiryapti. Ular ham narxini tushirishga majbur bo'lishyapti. 4-yangiligimiz SpaceX AIning Grok dasturi foydalanuvchilar kodini to'liqligicha bulutga yuklab yuborgan. Demak, o'sha Elon Muskni SpaceX AI kompaniyasi biz o'tgan hafta aytgan edik, Grok modelini chiqardi va Grok modeli, Toru 5 modeli kutilmaganda juda kuchli chiqdi va dasturlashda yaxshi ishlashni boshladi. Haqiqatda odamlar ishlatishni boshladi. O'zi oldin ham ko'p ishlatishardi, lekin bu safar o'sha reytingi ham zo'r chiqdi, lekin kutilmaganda yangi xavfsizlik tomonidan demak jiddiy bu yerda muammo topildi. Grok biror bir papkaga dostуп bo'lganda mana shu papkaning ichidagi barcha kodlarni o'zini serverlariga yuklab olgan. Bu noto'g'ri. Ya'ni odatda siz sun'iy intellektni ishlaganingizda to'g'ri siz mana shu papkaga dostуп berasiz, lekin u ma'lum bir fayllar bilan ishlaydi. Faqatgina o'sha siz aytgan vazifa uchun kerak bo'lgan fayllarni yaratadi yoki ularga o'zgartirish kiritadi. Butunligicha olib hamma kodingizni bulutga yuklab olmaydi. Va Grok mana shunday qilgan va bu yerda eng yomoni ko'pincha papkaning ichida maxfiy kalitlar bo'ladi. Va har doim misol uchun agar siz sun'iy intellektda kod yozadigan bo'lsangiz, mana shu maxfiy kalitlarga har doim dostupni yopasiz. Ya'ni Claude ishlatsangiz ham yoki Gemini o'sha Antigravity ishlatsangiz ham har doim ularda maxsus o'sha buyruqlari bor. Mana shu fayllarga tegmagin, bu fayllarni hatto ichini ham ochmagin deb cheklab qo'yish kerak, chunki bu fayllarning ichida maxfiy kalitlar bo'ladi. Grok esa hattoki mana shu maxfiy kalitlarni ham olib bulutga yuklab yuborgan. Bu narsa fosh bo'lgandan keyin Elon Musk demak uzr so'rab chiqdi. Bu funksiyani o'chirdik dedi. Fayllar yuklanmaydi endi dedi va ko'pchilikka demak modelni o'sha bepul qilib berdi ozgina muddatga yoki o'sha tokenlarni yana tiklab berdi, lekin bular hammasi ikkilamchi. Chunki bu bo'lib o'tgan voqea shuni ko'rsatyaptiki, istalgan kompaniya siz sun'iy intellektdan foydalanyapsizmi, o'sha kompaniyaning sun'iy intellekti sizni kodingizga dostupi bor, siz o'zingiz dostupni bergansiz va u va'da beradi sizga. Men bu fayllaringni hammasiga tegmayman degan va'dalar ham aslida yolg'on. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. U xoh Claude bo'lsin, xoh Anthropic bo'lsin, xoh Xitoyning kompaniyasi sun'iy intellekti bo'lsin, istalgan vaqtda mana shu sizni fayllaringizni mana shunday yuklab olish imkoniyati aslida bor. 5-yangilik, Claude'ni aldab sirlaringizni qanday bilib oldim. Demak, bu haqida Ayush Pol degan odam o'zining yangi maqolasini chiqardi. Demak, nima qilgan? Claude'ni web fetch vositasidagi ma'lumotlarni o'g'irlagan. Hozirgi kunda demak Claude'ni o'sha Cowork degan dasturi bor. Yoki bo'lmasam o'sha Claude kod dasturlari deyarli hammasi sizni nomingizdan turli xil saytlarga kira oladi. Va bu nima qilgan? Ya'ni bu sizni shaxsiy ma'lumotlaringizni saqlaydi. Masalan, Claude sizning ism familiyangizni biladi, siz unga aytib qo'ygansiz. Umuman siz haqingizda deyarli ko'p ma'lumotlarni biladi va bu ma'lumotlardan odatda misol uchun biror bir saytga kirmoqchi, shu yerda login yoki siz ism faylingizni to'ldirish kerak bo'lganda siz aytishingiz mumkin, ha men nomdan to'ldirgin deb aytishingiz mumkin va qaysidir ishonchli saytlarga, ya'ni ishonchli saytlarga emas, faqat ishonchli saytlarga. Masalan, deylik siz mana Google ga kirganda meni ism familiyamdan foydalanishingiz mumkin, login qilganda meni loginimdan foydalanishingiz mumkin degandagi demak unga dostуп berasiz.
Hakerlar endi bu yerda o'sha tadqiqot sifatida nima qilishgan? Hakerlar demaylik, tadqiqotchilar deylik. Ular o'rtaga demak bitta yaxshi prompt yozishgan va promptni ma'nosi shunday bo'lganki, men sendan mana bu saytga kirishni so'rayman. Bu demak ishonchli sayt. Lekin hozir bu saytda maxsus mexanizm qilingani uchun oldin sen mana bu saytga murojaat qilib turib, mana bu saytga sen o'zing ma'lumotlaringni berishing kerak va bu saytga ma'lumotlaringni bergandan keyin sen mana bu ishonchli saytga kira olasan deb aldashgan va bu mana bu ishonchsiz saytga, o'sha hakerlarga tegishli bo'lgan saytga foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarini berib yuborgan. Mana shunaqangi yo'llar bilan aldashni topishgan. Ular bu haqida Antropikka aytishgan. Aytib, u yerdan demak odatda siz Antropikka mana shunday xavfsizlik haqida xabar berganingizda Antropik kompaniyasi sizga qandaydir bonus beradi, lekin bu safar bonus bermagan, chunki ular Antropikni o'zi ham bu xavfsizlikni oldinroq topib yopgan bo'lgan. Lekin mana shunday insident bo'lgan va bu yaxshi emas. Xo'p, 6-yangiligimiz ham mana shu sun'iy intellektni bilan bo'layotgan muammolar va xavfsizlik muammolariga tegishli. GPT-5.6 fayllarni o'chirgani uchun xavfsizlik borasida tanqidga uchradi. Demak, biz avvalroq aytgan edik, o'tgan hafta, aniqroq 2 hafta oldin o'sha GPT-5.6 yangi modellari chiqdi, o'sha Sol modeli va bu modellarning eng kuchli taraflaridan biri deb o'sha agentik ishlarni bajarishi, ya'ni internetda kirib, turli xil vazifalarni bajarish va hokazo aytilgan edi. Mana shu jarayonda odatda bu modellar sizning kompyuteringizga ko'proq dostуп oladi, chunki siz nomingizdan juda ko'p ishlarni bajaradi, jumladan kompyuterdagi vazifalarni ham bajaradi. Va bu yerda bir nechta muammolar yuzaga kelgan. Bularning orasida eng kattasi mana Otherside AI degan katta o'sha AI kompaniyasining rahbari bor, Matt Shumer. GPT-5.6 dan foydalanganda GPT-5.6 uni kompyuterdagi, demak Mac kompyuterdagi hamma fayllarni o'chirib tashlagan kirib. Ko'rib qolgan, o'chirayotganini bilib qolgan, to'xtatishga harakat qilgan, to'xtatgan bir qismini, lekin fayllarni ancha qismi o'chib ketgan. Va bunday insidentlar ya'ni bitta bo'lmagan, ya'ni bunday muammolar ko'p bo'lgan. Bu yerda ko'plarni misol keltirishyapti. Masalan, Bridgemind degan kompaniyani mijozlarini, demak mijozlar kirib o'sha kompaniyada nimadir sotib olgan bo'lgan yoki nimadir obuna bo'lgan GPT-5.6 modeli mana shu obunalarni bekor qilib yuborgan. Ya'ni juda ko'p mijozlarning pulini qaytarib bergan. Mana shunaqangi muammolar kelib chiqqan. Bu yerda demak biz nimani ko'ryapmiz? Agentlar hozircha juda ham ehtiyotlik bilan ishlatishimiz kerak. Juda ham haligi nozik joylarga hali ularga dostуп berishga erta. Umuman olganda agentlar bilan ishlashni bosqichma-bosqich o'rganish kerak. Uni avval agentlardan foydalanganda kichikroq, torroq joyda, kichkina joyga dostуп berib ishlatish kerak. To'liq kompyuteringizga dostуп berib yubormang. Agentlardan to'g'ri foydalanish haqida biz keyinchalik mana shu ertaga kech kanalimizda batafsil darslar ham chiqaramiz. Shuning uchun bizni kuzatib boring va videoga albatta like bosib obuna bo'lishni ham unutmang. 7-yangilik, Kimi K3 tarixdagi eng katta ochiq vaznli model chiqdi. Demak, Moonshot AI kompaniyasi yaqindagina o'tgan hafta Kimi K3 ning yangi versiyasini chiqardi. Bu versiya birinchidan ochiq vaznli, ya'ni bu degani buni bemalol yuklab olib, tabiiyki o'zingizni kompyuteringizga tushira olmaysiz. Buni ishga tushirish uchun maxsus super kompyuterlar kerak. Lekin shunday bo'lsa ham, agar shunday super kompyuteringiz bo'lsa, bepul yuklab olib ishlatishingiz mumkin degani. Ya'ni unga yopiq, qandaydir internetga ulanmagan holda undan foydalanish mumkin. Yuqorida aytganimizdek, Xitoy ana shunday ochiq vaznli modellarda hozir yetakchilikni qo'lga kiritgan va dunyo bo'ylab eng ko'p ochiq vaznli modellar aynan Xitoy tomonidan chiqarilyapti bozorga. Kimi K3 mana shunday modellardan biri va u hozirgi kunda front end solishtirganda front end benchmarklarida Opus 4.8 dan ham Fable dan ham yaxshiroq natija ko'rsatyapti. Ya'ni aynan front endda natijasi juda ham yuqori chiqdi va umuman olganda dasturlashda juda ham yuqori natija ko'rsatyapti va narxi jihatdan ham ancha arzon. Endi narx deganimiz, agar siz Kimi K3 dan o'sha Moonshot AI ni o'zini serverlarida turgan holatda foydalansangiz, bu albatta pullik bo'ladi, chunki serverlar bepul emas. Lekin mana shu holatda ham mana bu yerda aytilyapti, narxi chiqish tokeni uchun, ya'ni 1 million token uchun $15 qilib belgilangan. Bu Opus 4.8 dan ham GPT-4.5 dan ham anchagina, to'g'riroq GPT-5.5, 5.6 dan ham anchagina arzon. Shuning uchun Xitoydagi modellar bugungi kunda ancha rivojlanib ketayapti va bu haqida bizni keyingi yangiligimiz 8-yangilik, ochiq vaznli Xitoy modellari ulushi keskin oshmoqda. Demak, oxirgi tadqiqotlarga qaraganda AI Gateway yaqindagina bu haqida bizni ertaga kech kanalimizda ham ma'lumot chiqdi. AI Gateway o'sha kompaniya o'zida o'tayotgan tokenlarni o'lchab boradi. Bu Vercel kompaniyasining mahsuloti va shu o'lchab borganda ochiq vaznli modellarga 29%, demak umumiy sun'iy intellektga bo'lgan so'rovlardan 29%
aynan mana shunday ochiq vaznli modellarga to'g'ri kelgan. Ya'ni 3dan biri hozirgi kunda mana shu Xitoydagi yoki bo'lmasa ochiq vaznli, bu faqat Xitoy emas, Amerikada masalan Google'ning ham deylik o'sha gemmasi bor va hokazo, lekin umuman olganda mana shunday bepul modellarga to'g'ri kelyapti. Bepul desak noto'g'ri bo'ladi, arzon deylik va ochiq vaznli deylik, mana shularga to'g'ri kelyapti. Va yana bitta statistika, AQShdagi kompaniyalar, ya'ni AQSh kompaniyalarini so'rovlari, sun'iy bo'lgan so'rovlarni tahlil qilishganda 46%, deyarli yarmi Xitoyga to'g'ri kelyapti. Ya'ni AQShdagi kompaniyalarni 46% Xitoy modellaridan foydalanishyapti va bu yerda yetakchilikni DeepSeek modeli olyapti. Chunki yana bir marta qaytaramiz, bular juda ham arzon. Mana DeepSeek modelini aytyapti, million token uchun narxi 0.14 sent. Ya'ni solishtirish uchun GPT-505 million token uchun $5 oladi. Bular esa 0.14 sent olyapti. Demak, bu yerda qarang, narxi necha baravar arzon. Demak, ochiq vaznli modellar, Xitoydagi modellar juda ham arzon bo'lyapti. Mana shuni sababiga, mana shuni hisobiga bugungi kunda Xitoydagi modellar ommalashyapti va umuman Xitoy sun'iy intellektda yetakchilikni qo'lga olmoqchi. Biz bu haqida avvalroq ham aytdik. Demak, Shi Jinping ham o'sha o'tgan hafta o'tkazilgan sun'iy intellekt konferensiyasida aynan mana shunga shama qildi. Ya'ni Xitoy bu borada AQShdan ham o'tib ketyapti va demak, ertaga yetakchilikni ham qo'lga kiritmoqchi. 9-yangilik, bu aslida OpenAI kompaniyasi tomonidan chop etilgan hisobotmi yoki maslahat desak ham bo'ladi. Agentlar davrida sun'iy intellekt investitsiyalarini boshqarish. Bugungi kunda juda katta muammolardan biri, ko'p kompaniyalar xodimlariga sun'iy intellektdan foydalanishni demak rag'batlantirishyapti, majburlashyapti, ularga sun'iy intellekt dasturlar uchun obunalar olib berishyapti. Lekin muammo shundaki, sun'iy intellektdan qaytayotgan demak foydani biz qanday qilib o'lchaymiz? Odamlar sun'iy intellektdan foydalanyapti, xodimlar sun'iy intellektdan foydalanyapti, lekin undan to'g'ri foydalanyaptimi? Kompaniya unga shuncha xarajat qilyapti, lekin bu xarajatlari qaytyaptimi unga? Undan to'g'ri foydalanishyaptimi? Kompaniyaga haqiqatdan bu xarajatlar foyda olib kelyaptimi? Mana shuni o'lchashni hozirgacha to'g'ri mezoni yo'q. Juda ko'p kompaniyalar bor yo'q qilayotgan ishi tokenlar sonini o'lchyapti. Ya'ni qaysi xodim sun'iy intellektdan qancha foydalanganini bilishyapti xolos. Ya'ni mana bu xodim bir oyda 1 million token ishlatdi, mana bu xodim bir oyda 2 million token ishlatdi degan narsani ko'ra olishadi xolos. Lekin bu foydali ma'lumot emas. Chunki 1 million tokenni befoyda ishlatib yuborish mumkin. Kerakmas narsalar uchun ishlatib yuborish mumkin yoki umuman mas'uliyatsizlik bilan ishlatib yuborish mumkin, samarasiz ishlatib yuborish mumkin. Demak, OpenAI kompaniyasi mana shularni o'lchash uchun yangi mezonlarni taklif qilyapti. Link qoldiramiz, saytiga kirsangiz, bu bo'yicha demak 5 ta turli xil-xillarni taklif qilgan, mezonlarni taklif qilgan va qizig'i bularni taklif qilish bu bitta narsa. Misol uchun mana bitta taklifi qaytgan, ya'ni unga kiritilgan investitsiya qanchalik foyda bilan qaytdi. Buning uchun o'lchash uchun masalan biror bir vazifani sun'iy intellektga berasiz va mana shu vazifa to bajarilib bo'ldi, men mana shu vazifani bajarib bo'ldim deguningizcha shu vazifa davomida qancha token ishlatildi. Va shu tokenlar sonini o'lchab turib, demak bu vazifa oldin sizga qanchaga tushardi, hozir qanchaga tushdi. Mana shunday hisob-kitoblarni taklif qilishyapti. Hisob-kitoblarni o'zini taklif qilish yetarli emas. Chunki buni o'lchashni ham bilishimiz kerak. Buni qanday qilib o'lchaymiz? Bu hisob-kitoblarni kim qiladi, qayerda qiladi? Va OpenAI kompaniyasi shunga yechim ham beryapti. Menimcha katta ehtimol bilan tez kunlarda biz OpenAIning o'sha Codex saytida aynan mana shunday metrikalarni ko'rishni boshlaymiz. Ya'ni bitta xodim sun'iy intellektdan qanday vazifa uchun foydalandi va qanday natija oldi va bu natijadan siz qoniqdingizmi, qoniqmadingizmi, mana shu narsalarni ko'rish mumkin bo'ladi. Endi bu sekin-sekin sun'iy intellekt rivojlangan sari mana shunday yangi metrikalar ham paydo bo'ladi. Sun'iy intellektdan foydalanish metrikalari paydo bo'ladi. Demak, biz ham bular haqida tasavvurga ega bo'lishimiz kerak ekan. Oxirgi yangiligimiz Suno. Suno bu, agar bilmasanglar, musiqa generatsiya qiluvchi, ashulalar generatsiya qiluvchi sun'iy intellekt. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, yaqinda o'zbek tilida ham juda ko'p sun'iy intellektda generatsiya qilingan ashulalar ommalashishni boshladi. Men o'zim bir ikki marta taksida o'tirganimda mana shunday musiqalarni eshitib qoldim. Ya'ni boshida qulog'imga juda g'alati tuyuldi-da. Ya'ni matnni eshityapman. Matn juda ham o'zbek tilida ravon yozilmaganda, lekin ovozi, haligini ovozi bir qandaydir ashulachi. Men bunaqa ashulachini bilmadim, endi eshitmaganman. Keyin ahamiyat bersam, akkaunt hamma tilda ashula generatsiya qilib tashlagan. Bitta ashulani, o'sha bitta musiqa matnini hamma tilda generatsiya qilgan. O'zbek tilida ham, yapon tilida ham, koreys tilida ham, ingliz tilida ham qilib tashlagan. Mana shunday demak musiqalar Suno degan sun'iy intellekt yordamida qilinyapti. Va mana shu Suno kompaniyasini demak fayllari buzib kirilgan va fayllarning ichini o'rganish davomida Suno kompaniyasi YouTube'dagi
millionlab, ya'ni bu yerda aytilyapti 2 millionga yaqin qo'shiqni olib o'g'irlab, chunki ularning mualliflik huquqi bor, mualliflik huquqini buzgan holatda o'g'irlab mana shular asosida o'zini modelini o'qitgani fosh bo'ldi. Suno kompaniyasi bu paytgacha buni inkor qilib kelgan edi. Biz faqatgina ochiq dostupda turgan bepul qo'shiqlardan foydalanganmiz deb kelar edi. Lekin mana bu buzib kirilish asosida bu narsaga demak qarshi isbotini topdi, ya'ni haqiqatdan o'g'irlagan isbotini topdi. Endi Suno kompaniyasi uchun bu yaxshi yangilik emas, tabiiyki, va katta ehtimol bilan unga qarshi qandaydir choralar ko'riladi. Lekin umuman olib qaraydigan bo'lsak, internetdagi bugungi kundagi eng top sun'iy deyarli hammasi mana shunday mualliflik huquqlarini buzgan holda, internetdagi yopiq, pullik hattoki resurslarni ham buzib kirish orqali yaratilgan. Buni inkor qila olmaymiz. O'sha zo'r rasmlar chizuvchi, zo'r kodlar yozuvchi, zo'r videolar generatsiya qiluvchi modellarning deyarli hammasi xoh AQShniki bo'lsin, xoh Xitoyniki bo'lsin, internetdagi barcha modellarni, ya'ni barcha o'sha ma'lumotlarni ochig'ini ham olgan va qo'li yetganda yopig'ini ham olgan. E'tiboringiz uchun rahmat.